Assalomu alaykum, hurmatli saboqdoshlar. Tayyiba darsxonamizga xush keldinglar. Hozir biz arab tili tarjima darsimizning 14-darsini o'qiymiz. Hamda biz bugungi darsimizda ilgirki darsimizdagi o'xshash she'r tarjima o'rnaklarini o'qiymiz. Hamda bizning bugungi tunji o'qimoqchi bo'lgan she'rimiz Kam min qawiyyun fi taqallubihi muhazzabur ra'yi anhu ar-rizqu munharifu wa kam da'ifin ضعيف في تقلبه كأنه من خليج البحر يغترف. Endi biz avval buningki yesh ma'nosini qilsak, kam min qawiyyun fi taqallubihi deydi. Kam nurg'una ixbariya deydi, istifhom emas. Nurg'un kuchliklar va qawiyyun fi taqallubihi. Kuchlik ularning harakatida. Asli taqallub degan nima gap? Asli qallaba yuqallibu buning yiltizi. Qallab degan nima? Bir varaqni bir tarafga qanaqadir o'ridi degan gap. Yoki bir odamning yoki qanaqadir yo'tkalganligini ko'rsatdi. Demak bu nima? Harakat. Unda o'zbekda kam min qawiyyun fi taqallubi deganni nurg'un kishilar va harakatida kuchlik. Muhazzabur ra'yi fikri to'g'ri. Asli hazzaba degan gap pokizlidi, ilg'idi degan gap. Buning fikri, ra'yi ilg'angan degan gap eng to'g'ri. Ko'z qarashganda to'g'ri. Kishilar ba anhur rizqu munharifu. Uningdan rizq o'zini chetga olgan. O'zi kuchlik, aqli, fikri to'g'ri, ammo rizq uningdan qanday qilgan o'zini chetga olgan. Wa kam da'ifun fi taqallubihi. Nurg'un ojizlar va da'ifun fi taqallubihi. Harakatida ojiz. Ka'annahu min khalijil bahri yaghtarifu. Xuddi o dengiz orollarida ushlab olgandek. Demak buni yesh ma'nosi biz buni ma'nosini tushundik. Ya'ni nurg'un kuchlik to'g'ri qarashli kishilar va ulardan rizq o'zini chetga olgan. Demak bu bir narsani oydinlashtirmoqchi bu yerda. Rizq bir odamning mutlaq aqli yoki kuch-quvvat bilan bo'lmaydi. Nurg'un kuchliklar va qanday qilinmagan, uningga Alloh rizq bermagan, ammo nurg'un ojiz kishilar va Alloh unga qanday qilgan rizq bergan. Bu o'lchamlik nasriy shakldagi tarjimasi harakatida kuchlik, to'g'ri qarashga ega odamlar nurg'un rizq uningdan o'zini qanday qilgan, chetga olgan. Va yana nurg'un harakatida ojiz odamlar bor, go'yoki u dengiz orada uchimlab oladi. Demak, u shundoq bir rizqqa qanday qilgan, erishgan demakchi. Endi masalaga bu yerda bir dona she'r berdim. Buni sizlar tarjima qilsizlar, bu sizlarga topshiriq. فإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاب فصدق deydi. Bunun için sizler bilmediğiniz söz mahrum degan gap mahrum qolgan talaksiz degan gap. G'adicho singib ketdi, suning singib ketishi. أو أن محظوظا غدا في كفه عود فأورق في يده فحققي. Mahzuz degan nima? Talaylik, nesibilik degan gap. Mahrumdan qarama-qarshi. Mahrum degan mahrum qolgan, talaysiz, mahzuz, nesibilik, talaylik degan gap. Uduncho bir tayoq degan gap. Tayoq, kaltak degan ma'noda. Fa'awraqacho g'az yupurmoq chiqaradi degan gap. İkincisi bugün o'qiydigan she'rimizning va iza aradallohu nashra fadilatin tuwiyat ataha laha lisana husudi lawla ishta'alun nar fima jawarat ma kana yu'rafu tib 'arf al-'udi. Endi bu she'r qarab qo'yadigan bo'lsak, oldin biz buning yesh ma'nosini tarjima qilamiz. Va iza aradallohu nashra fadila. Agar Alloh iroda qilsa nashra fadilatin tuwiyat. Keyingi misol qaranglar. Tava degan nima? To'ya qayduhu deb o'qidik shundaq-ku biz. Uningki tizimligi qatlandi deb. Unda bo'lsa tava yatu degan nima? Qatlidi. To'ya degan gap qatlinib qoldi, yo'gilib qoldi degan gap. Agar Alloh yo'gilib qolgan bir fazilatni tarqitishni iroda qilsa, ataha laha lisana husudin. Kuzat chiqildi u fazilatga hasadxo'rlarning tilini. Demak, ataha degan gap qo'rishidi degan gap asli. Muhit shundaqo Alloh qo'rishuvchi, kuzatib turuvchi degan gap. Qo'rishib turuvchi degan gap kuzatuvchi degan gap. Ataha degan kuzatdi. Ataha laha lisana husud degan gap. Demak Alloh bir yepilib qolgan bir fazilatni jamiyatda taqatmoqchi bo'lsa,
onunğa həsədxorlarının tilini küzət çıxıldı. Yəni həsədxorlar o anda qıldı, bunda qıldı deb yepilib qalğan fəzilətni söküşü niyyət qılıb tarqıtdı. Şunun arqalı o fəzilət kişilərin arasında qana qıldı, tarqaydı. Laula işti'alun nar fima jawarat. Mubada otninki iştial degan gap tutuşu degan gap, otning tutuşu. Otning köydürüşü, tutuşu bo'lmagan bo'lsa, fima jawarat, qishdiki narsaga. O degan qishdiki narsa qana qildi köydürülür. Shunaq o. Ot qishdiki narsa qana qilmamas köydamagan bo'lsa edi, ma kana yu'rafu tiba arfil udi. Ma kana yu'raf. Bilinmagan bo'ladi, tib, xushpuroq degan gap. Arf degan hid degan gap. Bilinmagan bo'ladi, ot yog'achining xushpuroq hidi. Endi arablarda o'tda bir yog'och bor. Bu yog'ochni o'tni qashqa qilib qo'ysa, o't ko'ydirib, is chiqarib, xushpuroq is chiqaradi. Demak, o't ashunda qishlik narsani ko'ydamagan bo'lsa edi, o o't yog'ochi kuyib, uning xushpuroqi chiqmagan bo'ladi. Shuningga o'xshagan hasadxorlar bir fazilatni ko'ydirish niyatida uni o'tirg'a chiqadi, ammo undan xushpuroqlar qana qildi chiqadi. Ya'ni u jamiyatga taqab xushpuroqlar chiqadi deb shuningga misol qilmoqchi. O'lchamlik nasriy shakldagi tarjimasi agar Alloh yepilib qolgan bir fazilatni tarqitishni iroda qilsa, u fazilat uchun hasadxorlarning tilini kuzatchilik qo'yadi. Agar o't yenidagi narsalarni ko'ymirmagan bo'lsa edi, o't yog'ochining xushpuroq hidi bilinmagan bo'ladi. Endi masalaga shunga o'xshagan bir dona she'r berdim, buni sizlar tarjima qilasizlar. Bunun içindeki yangi so'zliklar ko'zlikda bor. Masalan, mukallif degan gap talab qiluvchi degan gap. Mukalliful ayyama didd tibaiha. Kunni tabiatining qarshisi bo'yicha talab qiluvchilar degan gap. Manda olgan bo'lsa, bunda olgan bo'lsa deb tabiatni, ya'ni kunlarni uning ziddi bo'yicha talab qiluvchilar degan gap. Mutatallabun fil ma'i juzuri nar. Nima degan gap hamda juzur degan gap cho'g' degan gap. Buni o'zingizlar tarjima qilib baqinglar, sizlarga topshiriq. Ikkinchi misrasi Laysa zamanu wa in harasta musalima. Musalim degan gap kan qusoq muloyim degan gap. Xulqu zamani adawatul ahrar. Xulq degan mijazi, xulq degan gap. Buni sizlar ishlab baqinglar, bu sizlarga topshiriq. Endi she'r darsimizning eng oxirgi she'ri va hal yanfa'ul فتيان حسن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حسان فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى فما كل مقصول الحديد يماني وهل ينفع الفتيان نفع ينفع degan gap payda verdi paydası bormi degan gap وهل ينفع الفتيان bir odamga fitna yosh yigitlar demoqchimdi. Yosh yigitga degan bir odamga foydasi bormi, uning chiroyininki go'zal bo'lganligi. Odamga uning chiroyining go'zal bo'lganligining foydasi bormi? Iza kanatil axlaqu ghayra hisan. Agar axloqning bo'lsa, go'zal bo'lmasa. Axloq go'zal bo'lmasa, uning chiroyining go'zalligining foydasi bormi? Fala taj'alil husna ad-dalila 'ala al-fata. Siz go'zallikni yoshning delili isbot qilmang. Fama kullu masqulul hadid yamani. Hamma paqirgan temir Yamandan emas. Maqsad nima degan gap? Masqulul hadid degan paqiraq temir degan gap. Yamancho Yamani asli yochib ketgan qopiya uchun. Yaman shahrini, Yaman davlatini ko'rsatdi. Yamanning temiri o'z vaqtida dangliq temir. Paqiraydi. Ammo paqirgan temirning hammasidan emas, Yamandan emas deb shuningga misol qilmoqchi. Endi masalaga bunun o'lchamlik tarjimasi nasriy shakldagi agar axloqi yaxshi bo'lmasa, kishilarning yuzining go'zalligining foydasi bormi? Shuning uchun go'zallikni, yigitlikninki isbot qilmang, dalil qilmang. Chunki paqiraq temirning hammasi Yamandan emas. Endi masalaga bir dona she'r berdim. Utlubul ilma va la taksal fama ab'adal khayri ala ahli al-kasal. واحتفل للفقه في الدين ولا تشغل عنه بمال وخول لا تقل قد ذهبت أربابه كل من صار على الدرب وصل. أمن قرaydigan bo'lsak, mashirni ba'zi vaqtda istifhom vasitasi bilan keyin qilgan fe'l olib ketadi qopiya uchun, ammo biz tarjima qilmoqda shunga diqqat qilamiz. Bunun uchun siz bilmaydigan so'zlardan masalan utlubul ilma va la taksal tushunasizlar. Fama ab'adal khayra. Bu ta'ajjub, nima degan yiroq yaxshilik hurun ahliga deydi.
Endi vahtafil lil fiqh, ihtafala yahtafilu degan gap toplandı degan gap. Fiqhi dinda tushunchaga ega bo'lish uchun degan gap, fiqh degan gap, fiqh degan emas, tushuncha degan gap, dinda tushunchaga ega bo'lish uchun to'plangan. Wala tashtagil. Buni o'zingizlar tarjima qilinglar. Endi xavaljo do'st degan gap. La taqul qad zahabat arbabuhu. Buning ichida misli bilmaydigan so'z yo'q. Kullu man sara ala ad-darb wasal. Buni hammasi bizlar darb degan nima? Yo'l degan gap, cheg'ir yo'l degan gap. Unda bo'lsa o'qitishlar, bugungi darsimiz musha yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. لا آثرت التعلم واجتهدت